Maktabgacha va Maktab ta'lim vazirligining tegishli buyrug'i asosida umumiy o'rta ta'lim maktablarining 4-sinf o'quvchilari o'rtasida o'quv savodxonlari tanlovi o'tkazilmoqda. Mazkur tanlovda respublika bo'yicha 18 mingga yaqin 4-sinf o'quvchilari ishtirok etmoqda. Biz bugun o'quv savodxonligi testida qatnashdik. Bunda bizga kompyuter sohasini, tez o'qishni va egalarimizni gapirishni o'rgatishdi. Tanlovda o'quvchilarning mustaqil fikrlash, matnni o'qib tushunish va tahlil qilish ko'nikmalari baholanmoqda. Test jarayonida o'quvchilar ikkita matn, ya'ni badiiy va axborot matnlari asosida tuzilgan savollarga javob berayotgan bo'lib, ushbu savollarga javob berish uchun jami 80 daqiqa vaqt ajratilgan. Test jarayonlari kompyuterga asoslangan holda o'tkazilayotgan bo'lib, ushbu jarayonlar Abdulla Avloniy nomidagi Pedagogik mahorat milliy instituti tomonidan ishlab chiqarilgan test.avloniy.uz platformasi orqali o'tkazilmoqda. Mazkur tanlovni tashkil etishdan maqsad o'quvchilar orasida kitobxonlikni targ'ib qilish, ularning o'qish savodxonligini rivojlantirishdan iborat. Tanlov yakunida har bir hududdan 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rin egalari aniqlanadi. 18-mart kuni Avloniy nomidagi institutda tanlov g'oliblarining taqdirlash marosimi o'tkaziladi. Mazkur marosimda tanlov g'oliblari va ularning ota-onalari qimmatbaho sovg'a va tashakkurnomalar bilan taqdirlanadi.